Jizzax viloyati G'allorol tumanida yangi qurilgan restoranimiz sotilyapti. O'sha restoranimizning obzorini to'liq tushuntirib ketaman. Bu tashqari qismi ikkita tomondan kirish joyimiz bor, kiritgan joyimizda fontan ham bor ekan. Devorlarimiz, ya'ni tashqi fassadimiz to'liq marmar toshda qilingan. Bu kirganimizda mana bu joyda restoranimizning to'liq idish-tovoqlari mana shu yerda turar ekan. Bu o'ng tomonimizda ovqat pishirishga sharoit qilingan, ya'ni qozon, o'choq, tandirlarimiz mana shu o'ng tomonda. Mana bu tomonda 3 qavatli zdaniyamiz bor. Birinchi qavatimizda VIP zalimiz bor. Bu birinchi qavatdagi VIP zalimiz, ya'ni nozik mehmonlarimiz uchun alohida qilingan xonamiz. Bu ikkinchi qavatimiz. Bu joyda ham 3 qismga bo'lib qo'ygan ekan. Remontlari zo'r. Mana shu ko'rib turganlaringizdek, stullarimizga ham alohida e'tibor beramiz. Zamonaviy stullarni ham olib kelib qo'ygan ekan. 3-etajimizga o'zlaringiz baho beringizlar. Xuddiki tabiat qo'yniga kelib qolgandek bo'lasizlar. Mana shu juda katta 3-etajimiz ham keyin yana bitta e'tibor beradigan jihati, panoramik oynalarimiz to'liq oxirigacha ochilar ekan. Mana shu yerdan chiqsak, biz tashqaridagi manzarani mana shu balkondan ko'rsak bo'ladi. Mana bu joyda bar yoki kassa sifatida foydalansak bo'ladi. Tadbirkor akalarimiz xohlagan narsa ham restoran, ham to'yxona bitta joyda bo'lyapti. 380 kishiga mo'ljallangan mana shunaqa zamonaviy stildagi to'yxonamiz mavjud. Ya'ni banketlari bilan birgalikda, banketlari alohida bo'ladi. Ya'ni siz to'y qilsangiz, yoshi kattalar yoki alohida o'tiraman deganlar uchun alohida banketimiz mavjud. Menga yana bitta yoqqan tarafi mana shunaqa fontanli sahnamiz bor ekan. Mana shunday kelasiz, mana bu joy yonib turadi, fontanli sahnamiz bo'ladi. To'yxonamizga alohida e'tibor beramiz. Zamonaviy Yevropa stilida qilingan. To'yxonamizning pastki qismi, ya'ni podval qismida ham to'liq banket qilingan ekan. Bitta xonasini ko'rsatib o'taman, video cho'zilib ketmasligi uchun. Xuddi mana shunday yana 3 ta xonamiz bor. 30 ta 40 ta odam ketar ekan. Ishlatishga tayyor holatda remont qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz, ya'ni bu joy to'yxonaning usti, ikkinchi qavatimiz. U tomondan ham chiqib kelsak bo'ladi. 4 ta katta-katta u tomonda zalimiz bor. Bu tomonda ham 4 ta juda katta-katta zalimiz bor. Men bitta xonani ko'rsataman. Remontiga o'zlaringiz baho beringizlar, shunchaki klass. Ya'ni bitta like bosib ketingizlar. Bu joyga taxminan 40-50 kishi ketadi. Alohida o'ynashga, davraga zalimiz ham qolar ekan. 3-qavatga ham chiqib oldik. Har bitta qavatimizdagi xonalar bir-biriga umuman o'xshamaydi. Alohida dizaynda qilingan. Ya'ni siz dalaga chiqib piknikka chiqsangiz, o'zingiz alohida ovqat pishirasiz-ku, endi dalaga chiqish shart emas ekan. Mana shunday xonaning o'zida stolimiz bor. O'zingiz xohlagan ovqatni pishirasiz. Mana bu joyda demoxod orqali nimalar chiqib ketadi, ovqat hidlar. Mana bu joyga stul qo'yib, mana shu yerda ovqatlansak bo'ladi. Xuddi shunaqa xonadan 13 ta bor ekan, akalar. Xonamizning orqa qismi mana bu joy ofis sifatida ishlatadi ekan. Keyingisi yotoqxona, ya'ni ishchilarimiz yotish uchun sharoitlar ham bor ekan. Mana bu joyda hojatxonamiz bor. Erkakka, ayollarga mana shu yerda hojatxona qilingan. Keyin mana bu joyda общий mana shu binomizda to'yxona, restoranda mana shu yerda kotyolniy sistemasi bor ekan, ya'ni omborxona. Mana kotyollar qo'yib qo'ygan. Mana bu joyda kompressorlar qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek, ya'ni ishlatishga tayyor holatda. Haqiqatdan joylashuvi zo'r. Jizzax viloyati G'allorol tumani Sarbozor MFY M39 yo'ldan 100 metr ichkariga kirganimizda Nihol to'yxonasining orqasida joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, o'zi egalari 30 milliarddan ziyod pul ketgan deyapti mana shu qurilishiga, lekin zarariga bo'lsa ham teng yarim narxiga berib yuboramiz deyapti. Yana savdolashadigan joylari bor.